o'rtakamanni sudlashaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar yutqizsam men tan olaman. Lekin siz yutqizsangiz ishdan bo'shaysiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi. Aka pasportingiz ham yo'qmi yoningizda? Assalomu alaykum. Pasportim ham yo'q. Keling, shuncha qaravolingiz bagajlardan. Bo'ldi, gap yo'q. Haydovchi yo'qmi yoningizda yo'qligingizga? Elektron mumkinmi? Qani elektron yoningizda bormi? Shu elektronni ko'rsatsanlar. yo'q, elektron emas. U bizga o'tmaydi bu mana. Aeroportga ichki reyslarga o'tadi, ma'muriy amaliyot bo'limiga o'tadi bu narsalar. Sizni yo'l harakat qoidasi 7-bandga asosan haydovchilik guvohnomangiz yoki bo'lmasa ID karta yoki ID pasport yoningizda bo'lishga majbursizda. Agar u holatlar aniqlansa yo'q ekan, hozir mana Yo'q, elektronnik tizimga o'tindim. Bo'lsa, jamadi. Elektronik tizimga siz elektronik tizimga o'tgan sababi Soliq mandan ID karta bormi? ID kartangiz bormi yoningizda? Bor, mana ID karta. Mana ID karta. Yoningizda ID karta Mana ishxona, mana siz. aka mana ishga olib Mana ishxona yuring ko'rsataman. bir qadam. Ertaga shu hujjatlarni olib aka Abdulla Nabiyevga borasizda, ish tarafini to'lab olib chiqib ketasiz. Yo'q, teringchi planshetingizga o'tmaydim. Asosida. Aka, qarang, to'xting. Hozir mashina olib kiryapmiz. Soat necha bo'ldi? Qara. Soat 1 bo'ldi. 1 bo'ldi. 12:45. 12:45 olib kiryapsiz. Men 10da pulini to'layman deyapman. Nimaga bermayapsiz? Men olib kirmayapman. Aka savol. O, mana xodimingiz olib kiryaptimi? Tushunasizmi? Savolni tushundingiz. Menga savol bering, men javobini Men berdim shu savolga. Nimaga olib chiqishga haqqimiz yo'q pulini to'laganimizdan keyin? Bu aka Ma'muriy kodeksda Hop. 291-modda bor. Hop. 291-da moddada avtolovni jarima maydonchasiga qo'yib turadigan qonunlari bor. Pulini to'lasang nima farqi bor? To'lamaysiz-da. Buni Kimga? Prava hujjatlaringiz qayerda? Mana mashina. Mana olib keldik. O'shani ma'mur ertaga bu bo'yicha jarima Ertaga emas, hozir. Bizga to'lamaysiz. Endi ma'muriy amaliyot bo'limiga borasiz. Maqsad nima? Bu yerda pul ishlatishmi? Yo'q, maqsad bizga pul. Yo'q, maqsadni aytavering aka. Istaganga pul to'latish bo'lyapti ortiqcha. Shtrafni ham to'latish bo'lyapti, to'g'rimi aka? Siz o'zingizga provokatsiya qilmayapsiz. Yo'q, qarang, hozir siz aka, hozir siz eshityapman, meni ham eshitasizmi? Bo'ldi, qarang, aka, meni eshiting. Bo'ldi, keldik. Ismingiz nima aka? ismi Erkin. Erkin aka. Hozir mana biz to'laymiz deyapmiz. Sizga to'lamaysiz aka. Sizga emas, davlatga elektron to'laymiz deyapmiz. Elektronlik qarorni chiqarasiz, o'tga olib borasiz aka. Nimaga aka, sizga yetolmaydi. Noto'g'ri narsani talab qilyapsiz. Nimasi noto'g'ri? Aytingchi. Mana siz hozir mashinangiz avtolov jarimadan kirdi, to'g'rimi? Hop. Gayini har xil bo'limi bor-da, ma'muriy amaliyot bo'limi bor. Biza ko'chadagi ishlarga inspektorlar O'zbekiston fuqarolariga og'ir deb ko'rmayapsizlarmi? Nima deysiz? O'zbekiston fuqarolariga joy og'ir ish ko'rmayapsizlarmi? Biz hozir. Qarang, siz kimga xizmat qilasiz? Yo'q, sizda hozir noqonuniy. Siz kimga xizmat qilasiz? Savol beryapman. To'xtanglar. Sizlar kimga xizmat qilasizlar? Davlatgami, xalqqami? Davlatgami, xalqqami? Xizmat qilamiz aka, davlatga xizmat Xalq, qilamiz bu aka. yerda sezilmayapti xalqqa nisbatan. Sezdiramiz. Xo'p, bo'ldi, sezdiring. Hozir to'laymiz, nimaga olib chiqib ketolmayapmiz? Aka, sizdan pul olamiz aka. Yo'q, sizga to'lamayman. Bo'ldi, onlayn hozir. Qarorni qayerdan chiqarasiz? Men sizga pul taklif qilmayapman. To'layman deyapman davlatga. O'zingizning gapingizga Chiqartirib beringlar mana hozir. Bizga chiqartirib bering, ertaga ma'muriy amaliyot bo'limi Bir kun kutishga do'jim emas-ku shopir. Aka, bitta narsada siz kimsiz o'zi? Men O'zbekiston fuqarosiman, mana. Xizmatiga nima aralashyapti? Uchinchi shaxs bor. Chiroyli gaplashing. Bo'ldi mana o'zim. Yo'q. Savoliga javob Istaganki, xo'p, aka, men to'lab beraman deyapman. Aka, siz to'lamang. Aka, to'laydigan bo'lsangiz ertaga borib bemalol to'lashib oling aka. Nimaga hozir iloji yo'qmi? Siz nimaga olib yurmadingiz dokumentingizni? Xo'p, tushunyapman. Xo'p, Erkin aka, xo'p, o'rtog'imni aybi bor ekan. Tan olyapmiz. Tan olyapmiz. Pulini to'lab qo'yamiz, xo'p, onlayn deyapman. Biz to'lamaymiz. Yo'q. Olmaymiz aka. Sizga demayapman, onlayn to'layman. Rasmiylashtirdingizmi? Rasmiylashtirganda qarab turing aka. Prosta aka, men kameradan aka qo'rqadigan joyim yo'q. Yo'q, qo'rqasiz demayapman. 291-moddaga asoslanib avtolov jarima maydonchasiga qo'yiladigan moddalar bor. O'shanga qo'yiladi. Siz ertaga ma'muriy amaliyot bo'limiga borasiz. Nima bo'ldi? Hozir nima uchun Bo'lmasa aka o'zingiz gapiring, o'zingiz javob bering. Hop, gapiring. Aka, ertaga aytadi ma'muriy amaliyot bo'limi. Hop, sizga aytadi. Pravani, qani deydi. Mana pravani deysiz. Nima uchun qo'ydi deydi. Tegishli hujjatlarsiz topib ketdi deysiz. To'g'rimi? Qanaqadir o'zingiz uchun aytasizmi, tushunmovchilik deysizmi? Bizni noto'g'ri tushunib qolibsiz deysiz. Nima uchun onlayn chiqdi bo'lmasa? Onlayn aka, onlayn
onlayn kuchga kirganda aytasiz. Hozir kuchga kirmadi. Onlayn to'layapsiz-ku. Nimani? Shtraflar. Mana eshitding, okey? Tegishli hujjatlarsiz degan joyda, tegishli hujjatlarsiz degan joyda, okey? Tegib bo'lmasligi mumkinmi hujjatni? O'qimagan bo'lishlari mumkinmi? O'qimaganligini hech qo'y. Yo, доверенностьlar prava nimasini ko'rsatyapti. Faqat elektron ko'rsatyapti. Eshitding? Hop. Yo, endi umuman ali dodorga chiqarib qo'yasiz, o'qimaganga chiqarib qo'yasiz. Hop. Hop. Okey, tegishli hujjatlar tegib bo'lmasa nechta bo'ladi? Hamma minimal bo'ladi, to'g'rimi? Hop, jarimat. Rishon bo'lgan bo'lsa, undan tegishli hujjatlar bo'lmaydi. To'g'rimi? Rishon bo'lgan bo'lsa, okey. 50 minimalga bo'ladi. Hop, javobgarlik bor. O'shanga qarab siz pravolarni teng bo'lsa, hujjatlaringiz hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, siz konkursini o'shanga qarab jarima chiqaradi. Okey, har bir tegishli hujjatlarsiz degan joyda anaqasi bor. Aka, mana shopirni o'zi sizdan keyin olib kirish shart emas-ku. Olib ketursiz. Nima maqsadda kiryapti? Nimaga asoslan? Mana shopirni o'zi. 91-moddada olmaga eshitasizmi? Mana shopirni o'zi bor-ku, egasi. Okey, jarima ma'muriy Buni o'ziga, mana buni o'ziga jarima qilib qo'yinglar. okey, jarima mashinaga qo'yiladi. Okey, mashina nima maqsad? Nimaga olib? Ha bu o'zi, o'shuncha o'ziga qilib qo'ying deyapman. 708-bandada okey. Erkin aka. Harakatga keltirishni olin. Ya'ni dvigatel zavod qilishingizdan oldin siz hujjatingiz 10 marta qo'zg'alsangiz, 10 marta qarashingiz kerak. Erkin aka bitta gapni ayting. Texpasporti turibdi buni. Buni shopirni Texpasport kerak emas. tushundim. Shopirni o'ziga jarima qo'llab qo'yinglar deyapman. Mashinada texpasport. Video yo'q aka sudlashar ekan. Yo, siz mana qarang. Yo'q, shoshib o'tiring, gapni eshiting. Yo'q, siz mana eshittiring mana. Siz hozir yoningizda pravangiz ham yo'q-da? Yo'q. Pasportingiz ham yo'q. Mani pravam ham, pasportim ham yo'q. Faqat siz telefondan ko'rsatdingiz. Telefondan ko'rsatdim. Aka buni. Ko'rsatganingiz uchun sizga ma'muriyatni rasmiylashtirib, mana shu vaqtincha jarimaga olib kelib qo'ydim. Endi eshiting. Prezidentimiz chiqargan qarorga binoan o'rtakaman sudlashaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar yutqizsam men tan olaman. Gap bo'lishi Lekin siz mumkin yutqizsangiz ishdan bo'shaysiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi. Siz ikkinchisi blogerman dedingiz, boshqa dedingiz. Men okey, siz syomka qilganingizga qarshi emasman. Syomkamni okey, to'liq internetga chiqarishingizga ham qarshi emasman. Bunisiga ham 100%. Agar naboda okey, qanaqadir joyini kesib, ular bir bolali yasab Butun qo'yamiz, bo'lsangiz, okey, yasab qo'yadigan bo'lsangiz, men sizga aytaman, ogohlantiraman, okey. O'zimni advokatim bor, shaxsiy advokatim bor, okey. U shaxsiy advokatim fuqarolik sudida gaplashaveramiz. Butun qo'yishimni bo'ldi, butun qo'ysam bo'ldi. Men okey qarshi emasman. Bo'ldi, mana shu gaplaringiz ham turadi. Men sizga aytaman, qarshi emasman. Hammasi qonuniy bo'lsa. Yo'q, qonuniy bo'lsa. Bo'ldi, tushundim sizni. Bo'ldi. O'shanga aytaman. Men ogohlantirib, ertaga nimaga ogohlantirib? Bo'ldi, tushundim. Yoritishimga qarshi emassiz, lekin butun qo'yishim bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. Qirqilmaydi. Mamlaqa deb qo'yadi-ku, qirqilmaydi. Yo'q, men unaqa shantajyor emasman aka. Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi. Muhtaram prezident, onlayn hujjatlar bo'yicha, onlayn sistemalar bo'yicha juda ko'p rivojlanishlar bo'lyapti, lekin aynan mana shu ishimiz bo'yicha nima uchun onlayn ishlamayapti? Aynan mana shu hodisa bo'yicha aynan mana shu onlayn to'liq ishlamayapti. O'zbekiston fuqarosi sifatida onlayn to'liq ishlatib qo'yishlarini men iltimos qilib qolgan bo'lardim.